Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, do'stlar, muxlislar, подписчиклар. Нашалдымыздagi bir qavatli hovlicha sotiladi. Ya машина пожарный ходам бар ekan. Ko'rib tursangiz. Buna tashqari zеленый zona. Razmeriga kelsak 7,5 28,5 200 kvadrat metr. Adam bir yerda yashamaydi, sal ozgina besporядкалashtirmaysa, oldimizda trotuarlar brushetka bilan urilgan, yarmi kapı eshiklar qo'yilgan, elektroshyotchik tashqarida joylashgan. Bismillahirrohmanirrohim. Kirayimiz bizda katta bir dalon bo'ladi. Razmeriga kelsak 10,5 nim bor. Отопленияsi o'tgan do'stlar, registrlar qo'yilgan. Temiz pol taxta, shpaqlovkadan chiqib turibdi polni. Elektromontaj simlari o'tirilgan. Yani ko'rib turibsizlar. Yoshning bir dalonimiz. Giringda chap tomonda bizda zal bo'ladi. Zalni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yani do'stlar ko'rasiz, pol taxta, отопленияsi o'tgan. Razmeriga kelsak 6,3. Meni shumalarga oboy qolib turibdi. Shpaqlovkadan polni chiqib turibdi. Plastik aynalar qo'yilgan. Keyingi xonadamiz o'rtoqlar. Bu bizda spalniy xona do'stlar. Razmeriga kelsak 4,5 ming boya. Boyamiz pожарный tomonidan qarab turibdi. Endi do'stlar. Bo'lsa ko'ribsizlar, bu yerdan shunday holat, shpaqlovkadan chiqib turibdi, отоплениялар o'tgan. Bu yoki fon bashkayotdan bu yerda. Natijani portretizm bo'ladi. Eshiklarimiz taxta eshiklardan qo'llangan bo'lsa ko'ribsizlar. Registrlar ham paket, ko'lankasi bilan o'tgan. Ishlatilmaydi. Chap tomonda bizda o'rtoqlar yana bitta bir xonamiz. Spalniy xona. Meydan shunday holat. Bu oynamiz do'stlar bog' tomonga qarab turibdi. Bog'ni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Pristroy ketib bersangiz ham bo'ladi do'stlar. Eshiklar bor ekan, vxод. Chiqish. Do'stlar, bu 3-xonamiz. Bu yerda bizda kuxnya zonamiz, ko'ribsizlar. Razvod yig'ib turibdi, issiq suv suv. Отопление котел sistemasi o'tgan. Ko'ribsizlar. Yonboshimiz bizda bani bo'ladi do'stlar. Banini lekin taxlash kerak. Ozgina ish bor ekan do'stlar. Bu ishimiz do'stlar bog' tomonidan olib boriladi. Bog'dan hozir ko'rsatib o'tamiz. Demak do'stlar bizda bani, kuxnya, ikkita spalniy, zal и dalon. 200 kvadrat metr. Dokumentlar taq ekan do'stlar. Narxiga kelsak 45 ming dollar aytilmoqda. Sal ozgina kelishuv bor. Variantlarda ikkilamchi kredit bo'lishi mumkin do'stlar. Ekranning nomerini yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarasiz. Hozir bir sara bog'ini ham ko'rsatib o'tamiz. Yonboshini boramiz do'stlar, pожарный ходdan. Bog'ini ko'rsatib o'tamiz. Benim bir taxlab eshikdan seshkatib bersangiz ham qo'ng'shi bilan kelishib mashinani ko'k qo'yarasizlar. Uzun ketgan pожарный ход. Arka ko'chalardan o'tib ketgan. Yani do'stlar, arka tomondan ko'rsanishi. Bu yer bizda banisi bo'ladi do'stlar. Bu yerda qo'shimcha pristroy ketib bersangiz ham bo'ladi. Tovuqxona, molxona qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Tandirxona yoki piknik zona yasab bersangiz ham bo'ladi. Bog'i katta. Badrin, pomidor, любой seksiya bo'ladi bu yerda do'stlar. Yana bir marta eslatib o'tamiz. 200 kvadrat metr, bir qavatli hovlicha 45 ming dollar aytilmoqda. Ekranning nomerini yozib qoldiramiz, aloqa chiqarasiz. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.